Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun biz har bir O'zbekiston fuqarosini hayajonlantiradigan, moliyaviy kelajagiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan juda muhim yangilikni muhokama qilamiz. Hozirda ko'pchilikni bir savol qiynaydi. Qariganimda hayotim qanday bo'ladi? Pensiyam yetarli bo'ladimi? Shu va shunga o'xshash xavotirlar ko'pchilikni bezovta qiladi. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar yoki hozirda pensiyada bo'lganlar uchun bu masala dolzarb. Ammo bugun men sizga shunday bir yangilikni aytmoqchimanki, bu nafaqat sizning xavotirlaringizni kamaytiradi, balki kelajagingiz uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Ushbu ma'lumot shu darajada muhimki, u sizning moddiy farovonligingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Bu qaror rasman tasdiqlandi. Endi siz bir emas, balki 3 ta pensiya olishingiz mumkin. Bu qanday sodir bo'ladi? Kim qancha oladi? Hozir barcha tafsilotlarni ko'rib chiqamiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring. U sizning kelajagingizni belgilashi mumkin. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot imkon qadar ko'proq odamlarga yetib boradi. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini, keyin esa nima o'zgarganini oddiy til bilan tushuntirib beray. Avvallari O'zbekistonda pensiya tizimi asosan bir komponentli edi. Ya'ni fuqaro yoshi va ish stajiga qarab davlatdan belgilangan bitta pensiya turini olar edi. Bu tizimda asosiy e'tibor ish stajiga va ish haqi miqdoriga qaratilar edi. Pensiya miqdori ko'pincha o'rtacha ish haqining foizi sifatida hisoblanar, ammo yakuniy summa ko'pchilik uchun o'rtacha turmush darajasini ta'minlashga zo'rg'a yetardi. Ba'zida esa yetmasdi ham. Ko'pgina hollarda xususan norasmiy sektorda ishlaganlar yoki ish stajida uzilishlar bo'lganlar uchun pensiya miqdori juda past bo'lib, ular qo'shimcha daromad manbalariga muhtoj bo'lar edi. Bu holatda davlatning ijtimoiy yuklama bilan bog'liq xavotirlari ham mavjud edi. Chunki aholining qarishi bilan pensiya to'lovlariga bo'lgan talab ortib borar edi. Demografik vaziyat o'zgarishi, iqtisodiy rivojlanish va aholi turmush darajasini yaxshilash zarurati davlat oldiga yangi vazifalarni qo'ydi. Shu sababli pensiya tizimida tub o'zgarishlar qilishga ehtiyoj tug'ildi. Va mana 3 ta pensiya tizimining joriy etilishi aynan shu ehtiyojlarga javob beradigan muhim qadam bo'ldi. Bu yangi tizim qanday ishlaydi va nima uchun 3 ta komponentdan iborat? Aslida davlatning maqsadi fuqarolarga nafaqat ijtimoiy kafolat berish, balki ularni o'z kelajaklari uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olishga undash, shaxsiy jamg'armalarni shakllantirishga rag'batlantirishdir. Ya'ni endilikda har bir fuqaro 3 xil manbadan pensiya olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning nafaqadagi daromadlarini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Bu tizim yanada adolatli va barqaror hisoblanadi. U davlat kafolatini shaxsiy mehnat va jamg'armalar bilan bog'laydi. Keling, ushbu 3 ta pensiya turini juda batafsil ko'rib chiqaylik. Kimga qanday ta'sir qilishini va qanday hisoblanishini tushuntirib beraman. Birinchi pensiya turi bu asosiy davlat pensiyasi. Bu pensiya turi avvalgidek fuqarolarning ma'lum yoshga yetganligi va minimal ish stajiga ega bo'lganligi uchun davlat tomonidan kafolatlangan qismdir. Bu ijtimoiy himoyaning eng asosiy qatlami bo'lib, har bir pensionerga minimal darajada turmush kechirish imkoniyatini ta'minlashga qaratilgan. Kimlar uchun? Deyarli barcha pensionerlar agar ular belgilangan minimal ish staji va yosh talablarga javob bersalar, bu pensiyani oladilar. Bu asosan ijtimoiy kafolatdir. Davlat shu orqali hech kim pensiyasiz qolmasligini ta'minlaydi. Qanday hisoblanadi? Asosiy davlat pensiyasi qonun hujjatlarida belgilangan minimal miqdordan past bo'lmaydi. Uning miqdori doimiy ravishda inflyatsiya darajasiga va mamlakatdagi o'rtacha ish haqining o'zgarishiga qarab indeksatsiya qilib boriladi. Bu shuni anglatadiki, pensiyaning xarid qobiliyati saqlanib qoladi yoki hatto oshadi. Agar shaxsning ish tarli bo'lmasa yoki umuman ishlamagan bo'lsa, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, u baribir ma'lum bir minimal ijtimoiy nafaqa olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu ham shu asosiy kafolat doirasida ko'riladi. Bu pensiya asosan jamiyatdagi ijtimoiy tenglik va adolatni ta'minlashga xizmat qiladi. U eng kam ta'minlangan qatlam uchun ham asosiy hayotiy ehtiyojlarni qondirish imkoniyatini beradi. Kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas? Asosiy davlat pensiyasi hamma uchun kafolatlangan minimal daromad bo'lganligi sababli bu qism bo'yicha hech kim tashvishlanishi shart emas. Agar siz minimal talablarga javob bersangiz, uni olasiz. Faqat uning miqdori sizning butun hayotingizdagi daromadlaringizga bog'liq emas,
balki davlat tomonidan belgilangan minimal standartlarga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi pensiya turi bu asosiy yig'ma pensiya. Bu pensiya turi fuqaroning butun mehnat faoliyati davomida shaxsiy hisob varag'iga o'tkazilgan ijtimoiy ajratmalar asosida shakllanadi. Bu shaxsiy jamg'arma komponenti bo'lib, bevosita sizning ish haqingizdan ajratmalar qilinganiga bog'liq. Kimlar uchun rasmiy ravishda ishlagan, ya'ni oylik maoshidan pensiya jamg'armasiga muntazam badallar to'lagan har bir fuqaro bu pensiya turini olishga haqli. Badallar qancha ko'p bo'lsa, yig'ma pensiya ham shuncha yuqori bo'ladi. Qanday hisoblanadi? Ish beruvchi tomonidan sizning ish haqingizdan ma'lum bir foiz miqdorida pensiya jamg'armasiga badallar o'tkazadi. Bu mablag'lar shaxsiy hisob varag'ingizda yig'ilib boradi. Ushbu mablag'lar pensiya jamg'armasi tomonidan investitsiya qilinishi natijasida ma'lum darajada daromad ham keltirishi mumkin. Ya'ni sizning yig'gan pullaringiz shunchaki turmaydi, balki ko'payib boradi. Pensiyaga chiqqaningizda yig'ilgan umumiy summa ma'lum bir muddatga bo'linib, masalan, 10-20 yil har oyda qo'shimcha to'lov sifatida beriladi. Bu tizim sizning mehnat faoliyatingizga va qilgan badallaringizga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni yaratadi. Bu esa odamlarni rasmiy ishga joylashishga va o'z ish haqlari to'liq ko'rsatilishiga intilishga undaydi. Kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas. Rasmiy ishda uzoq vaqt ishlagan, yuqori maosh olgan va shu sababli pensiya jamg'armasiga ko'p badal to'laganlar uchun yig'ma pensiya juda foydali bo'ladi. Ularning nafaqasi sezilarli darajada oshadi. Ammo norasmiy qaysi sezilarda ishlaganlar, ish haqi to'liq ko'rsatilmaganlar yoki ish stajida katta uzilishlar bo'lganlar uchun bu qism kamroq bo'lishi mumkin yoki umuman shakllanmasligi ham mumkin. Aynan ular uchun bu masala tashvishga solishi kerak. Chunki ular o'z yig'ma pensiyalarini oshirish uchun hozirdan choralar ko'rishlari lozim. Uchinchi pensiya turi bu ixtiyoriy qo'shimcha pensiya. Bu pensiya turi shaxsiy tashabbuskorlik va moliyaviy rejalashtirish natijasidir. U fuqaroning o'z xohishi bilan shaxsiy pensiya jamg'armalariga davlatniki yoki xususiy qilgan qo'shimcha badallari asosida shakllanadi. Kimlar uchun o'z nafaqadagi daromadlarni maksimal darajada oshirishni istagan, bugundan boshlab kelajak haqida o'ylaydigan har bir fuqaro uchun bu juda qulay imkoniyat. Bunda yosh, ish staji, ish haqi deyarli ahamiyatga ega emas. Asosiy omil shaxsiy istak va imkoniyat. Qanday hisoblanadi? Siz ixtiyoriy ravishda, masalan, har oyda ma'lum bir summa o'zingiz tanlagan pensiya fondiga pul o'tkazasiz. Bu fondlar sizning pulingizni investitsiya qilib, uni ko'paytiradi. Investitsiyadan olingan daromadlar ham sizning hisob varag'ingizga yoziladi. Pensiya yoshiga yetganingizda yig'ilgan umumiy summa va undan olingan daromad sizga qo'shimcha pensiya sifatida to'lanadi. Bu pulni bir martalik qilib olish yoki ma'lum bir muddatga bo'lib olish variantlari ham bo'lishi mumkin. Bu tanlangan fondning shartlariga bog'liq. Bu pensiya turi odatda soliq imtiyozlari bilan birga keladi. Bu ham qo'shimcha rag'batdir. Kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas? Kelajakda yuqori pensiya olishni xohlaydigan, moliyaviy savodxonligi yuqori bo'lgan va bugundan boshlab jamg'arma qilishga tayyor bo'lganlar uchun bu ajoyib imkoniyat. Kimki bu haqda o'ylamasa yoki mablag'i bo'lmasa, unda bu pensiya turi uning uchun shakllanmaydi va ular faqat birinchi ikki turdagi pensiyalar bilan kifoyalanishga majbur bo'ladi. Endi esa ushbu uchta pensiyaning qanday kombinatsiyada ishlashini va kim qancha olishi mumkinligini tushunish uchun bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqamiz. Raqamlar shartli bo'lishi mumkin, lekin vaziyatni tushunishga yordam beradi. Bir misol. Dilshod aka 28 yosh. U muhandis bo'lib 35 yil rasmiy ish stajiga ega. Oylik maoshi doim o'rtacha darajadan yuqori bo'lgan. Masalan, oxirgi yillarda 6-7 million so'm. U yoshligidan kelajakni o'ylab, 10 yil davomida har oyda o'rtacha 500 ming so'mdan ixtiyoriy pensiya jamg'armasiga o'tkazgan. Asosiy davlat pensiyasi Dilshod aka tabiiyki davlat pensiya jamg'armasining minimal talablariga javob beradi. Deylik, u hozirda belgilangan minimal pensiyaning eng yuqori darajada, masalan, 1 million 200 ming so'm oladi. Chunki uning staji va ish haqi yuqori bo'lgan. Bu davlat kafolatidir. Yig'ma pensiyaga 35 yil davomida yuqori maoshdan to'langan badallar hisobiga Dilshod akaning shaxsiy hisob varag'ida sezilarli summa yig'ilgan. Masalan, yig'ilgan mablag' va investitsiya daromadlari bilan masalan yig'ilgan mablag' birga u pensiyaga chiqqandan keyingi 15 yil davomida har oyda qo'shimcha 1 million 700 ming so'm yig'ma pensiya olishi mumkin. Ixtiyoriy qo'shimcha pensiya Dilshod akaning eng yil davomida qilgan ixtiyoriy badallari
500 ming so'mdan va bu mablag'larning investitsiya qilinishi natijasida uning hisobiga katta summa yig'ilgan. Masalan, bu mablag'lar unga pensiyaga chiqqach, keyingi 10 yil davomida har oyda qo'shimcha 1 million so'm berishi mumkin. Jami pensiya. Dilshod aka har oyda jami 20-200 ming asosiy 25 ming mang. İxtiyoriy öküm 700 ming so'm pensiya oladi. Bu pensiya uning nafaqada ham o'z turmush darajasini yuqori ushlab turishga imkon beradi. İki misol. Gulnora opa 6 yosh. U 20 yil davomida rasmiy ravishda maktabda ishlagan. So'ngra 11 yil davomida norasmiy ravishda tikuvchilik bilan shug'ullangan. Maktabdagi ish haqi o'rtacha darajada bo'lgan. Masalan, 3 million so'm. U hech qanday ixtiyoriy jamg'arma qilmagan. Asosiy davlat pensiyasi Gulnora opa 20 yillik rasmiy stajiga ega bo'lgani uchun minimal talablarga javob beradi. U ham o'rtacha darajada, masalan, 900 ming so'm asosiy davlat pensiyasi oladi. Bu pensiya uning barcha ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli emas, lekin minimal darajani ta'minlaydi. Yig'ma pensiya Gulnora opaning faqat 20 yil uchun pensiya jamg'armasiga badallar o'tkazilgan. Norasmiy ishlagan 15 yillik davrda hech qanday badal to'lanmagan. Shuning uchun uning yig'ma pensiyasi miqdori ancha kam bo'ladi. Masalan, u keyingi 10 yil davomida har oyda qo'shimcha 400 ming so'm yig'ma pensiya olishi mumkin. Ixtiyoriy qo'shimcha pensiya. Gulnora opa hech qanday ixtiyoriy jamg'arma qilmagani uchun bu qismdan hech narsa olmaydi. Jami pensiya. Gulnora opa har oyda jami 900 ming asosiy, 400 ming yig'ma, 130 ming so'm pensiya oladi. Uning pensiyasi Dilshod akanikiga qaraganda ancha past, chunki u kamroq rasmiy stajga ega va shaxsiy jamg'armalarga e'tibor bermagan. Bu uning norasmiy ishlagan davrining bevosita oqibatidir. Uchinchi misol, Alisher, 30 yosh. U yangi ish boshlagan yosh mutaxassis, hozirda IT sohasida yuqori maosh bilan, masalan, 10 million so'm rasmiy ravishda ishlamoqda. U kelajakni o'ylab, hozirdan ixtiyoriy pensiya jamg'armasiga har oyda 1 million so'mdan pul o'tkazishni rejalashtirgan. Alisher hozirda pensiya oluvchi emas, lekin uning misolida yangi tizimning kelajakdagi afzalliklarini ko'rish mumkin. Agar u 30-35 yil rasmiy ish stajiga ega bo'lsa, u asosiy davlat pensiyasidan maksimal daromad oladi. Yig'ma pensiya esa uning yuqori maoshidan to'lanadigan badallar hisobiga juda katta summani tashkil etadi. Agar u ixtiyoriy pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda pul o'tkazib borsa, uning pensiya yoshidagi umumiy daromadi hozirgi oylik maoshidan ham oshib ketishi mumkin. Bu misol shuni ko'rsatadiki, bu tizim ayniqsa yosh avlod uchun kelajakda farovon hayot kechirish uchun ajoyib imkoniyatlar yaratadi, agar ular bugundan moliyaviy rejalashtirishga jiddiy yondashsalar. 4 misol, Mahbuba opa, 65 yosh. Umri davomida asosan uy bekasi bo'lib, rasmiy ish staji atigi 5 yil qishloq xo'jaligida ishlagan. Uning rasmiy ish haqi juda past bo'lgan, masalan, minimal ish haqi atrofida. Asosiy davlat pensiyasi Mahbuba opa minimal ish stajiga 5 yil ega bo'lganligi sababli u asosiy davlat pensiyasidan eng minimal darajani oladi. Masalan, bu 700 ming so'm bo'lishi mumkin. Bu uning minimal turmush darajasini ta'minlash uchun davlat tomonidan beriladigan kafolatdir. Yig'ma pensiya uning 5 yillik past maoshdan to'langan badallari juda oz summani tashkil etadi. Balki yig'ma pensiya umuman shakllanmasligi yoki shunchalik kam bo'lishi mumkinki, u asosiy pensiya ichiga singdirilib ketishi mumkin. Masalan, agar u minimal darajadan yuqori bo'lmasa, uni alohida qilib ko'rsatilmaydi. Ixtiyoriy qo'shimcha pensiya Mahbuba opa bu turdagi pensiya uchun hech qanday jamg'arma qilmagan. Jami pensiya Mahbuba opa faqatgina minimal asosiy davlat pensiyasini oladi. Taxminan 700 ming so'm. Bu uning uchun tashvishga soladigan holat, chunki bu pul uning asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun deyarli yetarli emas. Bu misol rasmiy ish staji va shaxsiy jamg'armalarning ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi. Bu misollar orqali siz yangi pensiya tizimining qanday ishlashini va har bir shaxsning mehnat faoliyati va moliyaviy qarorlari uning pensiya miqdoriga qanday ta'sir qilishini tushundingiz deb umid qilaman. Endi esa ushbu yangi pensiya tizimining to'liq suratini ko'rishimiz uchun uning kamchiliklari, e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlari va noaniq nuanslarini ko'rib chiqaylik. Har bir yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi murakkabliklar mavjud bo'lishi mumkin. Ularni oldindan bilib qo'yish sizni ko'plab muammolardan xalos qiladi. Birinchidan, asterisk inflyatsiya ta'siri. Asosiy davlat pensiyasi odatda davlat tomonidan indeksatsiya qilinadi. Ya'ni uning xarid qobiliyati
inflyatsiya darajasiga qarab saqlanadi. Ammo yig'ma pensiya va ayniqsa ixtiyoriy qo'shimcha pensiya jamg'armalari uchun inflyatsiya muhim omil bo'lishi mumkin. Agar investitsion daromadlar inflyatsiya darajasidan past bo'lsa, sizning yig'gan pullaringizning real qiymati tushib ketishi mumkin. Shu sababli ixtiyoriy pensiya fondini tanlashda uning investitsiya strategiyasiga, o'tmishdagi rentabelligiga va inflyatsiyadan himoya mexanizmlariga e'tibor berish juda muhim. Bu masala ayniqsa uzoq muddatli investitsiyalar uchun dolzarbdir. Chunki 20 yil davomida inflyatsiya katta miqdorda pulning qadrini tushirishi mumkin. Shuning uchun fond tanlashda nafaqat foyda foiziga, balki uning barqarorligiga ham e'tibor qaratish zarur. Ikkinchidan, asterisk muddatidan oldin pensiyaga chiqish. Ba'zi mamlakatlarda muddatdan oldin pensiyaga chiqish imkoniyati mavjud, ammo bu holda pensiya miqdori kamayishi mumkin. Yangi tizimda ham bunday imkoniyatlar bo'lsa, bu uchala pensiya turiga ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, asosiy davlat pensiyasi muddatni oldincha chiqilganda kamayishi mumkin. Yig'ma pensiya esa yig'ilgan summaning qisqa muddatga bo'linishi hisobiga oyiga kamroq miqdorda to'lanishi mumkin. Ixtiyoriy pensiya jamg'armasida esa o'zingiz belgilagan shartlar muhim rol o'ynaydi. Agarda muddatdan oldin pul olish shartlari mavjud bo'lsa, bu ham umumiy daromadni kamaytirishi mumkin. Shuning uchun bunday imkoniyatlarni o'rganish va uning oqibatlarini tushunish juda muhimdir. Uchinchidan, nogironlik va bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyalari. Yangi uchta pensiya tizimi nogironlik pensiyasi yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyalari bilan qanday o'zaro aloqada bo'ladi? Odatda nogironlik pensiyasi asosiy davlat pensiyasi qismi sifatida belgilanadi. Agar shaxs nogiron bo'lib qolsa va pensiya jamg'armasiga badallar to'lagan bo'lsa, uning yig'ma pensiyasi miqdori ham hisobga olinishi mumkin. Ixtiyoriy pensiya jamg'armasida esa fond bilan tuzilgan shartnomaga bog'liq ravishda nogironlik holatida yig'ilgan mablag'ni olish imkoniyatlari belgilanadi. Bu nuanslar har bir vaziyatda individual tarzda ko'rib chiqilishi kerak. To'rtinchidan, norasmiy bandlik va oqibatlari. Yuqorida aytib o'tganimizdek, norasmiy ishlash yig'ma pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa kelajakda faqatgina asosiy davlat pensiyasining minimal qismini olishga olib kelishi mumkin. Norasmiy ish beruvchilar ba'zida ishchilarni pensiya jamg'armasiga badal to'lashdan qochishga undaydi. Bu esa uzoq muddatda fuqarolarning o'ziga zarar keltiradi. Shuning uchun har bir fuqaro o'z mehnat munosabatlarining rasmiyligini ta'minlashga intilishi kerak. Ish beruvchidan pensiya jamg'armasiga badallar o'tkazilayotganini tekshirish muhimdir. Aks holda o'zining yig'ma pensiya qismidan mahrum bo'lish xavfi mavjud. Bu ayniqsa bozorlarda, xizmat ko'rsatish sohalarida norasmiy ishlayotganlar uchun katta muammo hisoblanadi. 5-dan, asterisk investitsiya xatarlari. Ixtiyoriy qo'shimcha pensiya fondlari sizning pullaringizni investitsiya qilish orqali ko'paytiradi. Biroq har qanday investitsiya ma'lum bir xavf bilan bog'liq. Bozor o'zgaruvchanligi, iqtisodiy krizislar yoki fondning noto'g'ri boshqaruvi natijasida sizning jamg'armalaringiz kamayishi yoki kutilgan daromadni keltirmasligi mumkin. Shuning uchun ixtiyoriy fond tanlashda uning litsenziyasini, moliyaviy barqarorligini, shaffofligini va investitsiya strategiyasini diqqat bilan o'rganish lozim. Diversifikatsiya turli investitsiyalarga pul tikish xavfni kamaytirishga yordam beradi, ammo hech qanday kafolat berilmaydi. Bu qism to'liq sizning mas'uliyatingizda ekanligini unutmaslik kerak. 6-dan, asterisk o'tish davri muammolari. Yangi pensiya tizimiga o'tish davrida ba'zi qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan yoki yaqinda chiqqan fuqarolar uchun. Ularning ish staji asosan eski tizimda to'plangan bo'lishi mumkin. Davlat bu masalani qanday hal qilishi juda muhim. Odatda bunday holatlarda ma'lum bir konvertatsiya koeffitsiyentlari yoki maxsus hisoblash formulalari qo'llaniladi. Bu esa eski stajni yangi tizimga moslashtiradi. Pensiya qonunchiligida bu o'tish mexanizmlari aniq belgilangan bo'lishi kerak. Bu jarayonning shaffofligi va tushunarliligi fuqarolarning ishonchini mustahkamlashga yordam beradi. 7-dan, asosiy qonunchilikdagi o'zgarishlar. Pensiya tizimi doimiy rivojlanishda bo'ladi. Hukumat iqtisodiy vaziyatga, demografik o'zgarishlarga va xalqaro amaliyotga qarab qonunchilikka o'zgartirishlar kiritishi mumkin. Bu o'zgarishlar uchala pensiya turining hisob-kitobiga, to'lov tartibiga va imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli pensiya qonunchiligidagi so'nggi yangiliklardan doimiy xabardor bo'lish juda muhimdir.
ishonchli axborot manbalariga tayanib, yangiliklarni kuzatib borish kerak. Ushbu noaniq nuanslar va ehtimoliy qiyinchiliklarni bilish sizga pensiya rejalashtirishingizda yanada ehtiyotkor va ongli yondashishga yordam beradi. Har bir qaroringizni o'ylab, mutaxassislar bilan maslahatlashgan holda qabul qilishingizni tavsiya qilaman. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, amaliy maslahatlar. Bu yangi tizimdan maksimal darajada foydalanish va kelajakda farovon pensiya ta'minotiga ega bo'lish uchun siz nima qilishingiz kerak? Qaysi qadamlarni qo'yishingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Bir ish stajingizni va to'langan badallaringizni tekshiring. Nima uchun muhim? Yig'ma pensiya miqdori sizning rasmiy ish stajingiz va to'lagan badallaringizga bevosita bog'liq. Agar bu ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, siz kelajakda kamroq pensiya olishingiz mumkin. Qayerga borish kerak? Bu ma'lumotlarni davlat pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridan, davlat xizmatlari markazlaridan DXM olishingiz mumkin. Shuningdek, hukumatning yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov orqali ham onlayn tekshirish imkoniyati mavjud. Bu portalda shaxsiy kabinet orqali o'z mehnat daftarchangiz elektron variantini va pensiya badallari hisobini ko'rishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz va agar mavjud bo'lsa, mehnat daftarchangizning asl nusxasi. Agar onlayn tekshirsangiz, sizga JSHSHR jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami kerak bo'ladi. Nimaga e'tibor berish kerak? Barcha ish joylaringiz ishga kirgan va chiqqan sanalar to'g'ri aks etganiga ishonch hosil qiling. Eng muhimi, har bir ish joyidan pensiya jamg'armasiga muntazam va to'liq badallar o'tkazilganini tekshiring. Agar badallar o'tkazilmagan bo'lsa yoki noto'g'ri summa ko'rsatilgan bo'lsa, ish beruvchingiz bilan bog'laning yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 2. Astarish ish beruvchingizning majburiyatlarini nazorat qiling. Nima uchun muhim? Ba'zi insofsiz ish beruvchilar xodimlarning maoshini to'liq ko'rsatmaslik yoki umuman pensiya jamg'armasiga badallar o'tkazmaslik holatlari uchraydi. Bu sizning kelajakdagi pensiyangizni juda kamaytiradi. Nima qilish kerak? Har oyda ish haqi varaqangizni diqqat bilan o'rganing. Unda pensiya jamg'armasiga o'tkaziladigan badallar miqdori aks ettirilgan bo'lishi kerak. Yuqorida aytilganidek, my.gov orqali ham har chorakda yoki tez-tez o'zingizning shaxsiy pensiya hisobingizga tushgan badallarni tekshirib turish odatini shakllantiring. Agar biror nomuvofiqlik aniqlansa, ish beruvchingizning buxgalteriyasi yoki kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Agar muammo hal bo'lmasa, mehnat inspeksiyasiga yoki pensiya jamg'armasiga shikoyat qilishdan tortinmang. 30. Ixtiyoriy qo'shimcha pensiya jamg'armasini ko'rib chiqing. Astish nima uchun muhim? Bu sizning pensiya daromadingizni sezilarli darajada oshirishning eng samarali yo'llaridan biridir. Shuningdek, bu sizga moliyaviy barqarorlik va mustaqillikni ta'minlaydi. Astish nima qilish kerak? Hozirgi kunda O'zbekistonda mavjud bo'lgan davlatga tegishli yoki xususiy pensiya jamg'armalarini o'rganing. Ularning shartlari, investitsiya strategiyalari, to'lov mexanizmlari, komissiyalari va xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha ma'lumot to'plang. Astish qanday tanlash kerak? Banklar, sug'urta kompaniyalari yoki maxsus fondlari yoki maxsus pensiya fondlari tomonidan taklif qilinayotgan mahsulotlarni solishtiring. Foyda foizlariga emas, balki fondning ishonchliligiga, o'tmishdagi rentabilligiga ko'proq e'tibor bering. Moliyaviy maslahatchi bilan suhbatlashish ham sizga to'g'ri tanlov qilishga yordam beradi. Qanday boshlash kerak? Tanlagan fondga murojaat qiling. Ular sizga shartnoma tuzish va pul o'tkazish tartibini tushuntirib berishadi. Odatda bu jarayon juda sodda bo'ladi. 4. Asosiy moliyaviy savodxonligingizni oshiring. Nima uchun muhim? Pensiya tizimining murakkabliklarini, investitsiya xatarlarini va moliyaviy rejalashtirishning asosiy tamoyillarini tushunish sizga ongli qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Nima qilish kerak? Pensiya, investitsiya va shaxsiy moliya haqidagi kitoblarni o'qing. Webinarlarda ishtirok eting. Ishonchli moliyaviy bloglar va YouTube kanallarini kuzatib boring. Masalan, bizning kanalimizni. O'zbekistonning moliyaviy xizmatlari bozoridagi yangiliklardan xabardor bo'ling. 5. Pensiyaga chiqishga tayyorgarlik. Nima qilish kerak? Pensiya yoshiga yaqinlashganingizda pensiya rasmiylashtirish uchun zarur bo'lgan barcha hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ying. Bularga pasport, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, agar bo'lsa, bolalar tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, oylik maosh haqidagi ma'lumotnomalar va boshqalar kirishi mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak?
pensiya yoshiga yetganingizda doimiy yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. U yerda sizga maxsus ariza shakli beriladi va hujjatlarni topshirish tartibi tushuntiriladi. Bosqich muddati. Pensiyaga ariza topshirish va uni rasmiylashtirish ma'lum bir muddatni talab qiladi. Odatda 14 kun. Shu sababli pensiya yoshiga yetishdan bir necha oy oldin hujjatlarni tayyorlashni boshlash tavsiya etiladi. 6. Astroshk mutaxassis maslahati. Astroshk nima uchun muhim? Agar siz pensiya tizimining barcha nuanslarini tushunishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki moliyaviy rejalashtirish bo'yicha aniq savollaringiz bo'lsa, professional pensiya maslahatchisi yoki moliyaviy ekspertga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizning individual vaziyatingizni tahlil qilib, eng maqbul yechimlarni taklif qilishlari mumkin. Bu amaliy qadamlar sizga yangi 3 ta pensiya tizimini to'g'ri tushunish va undan maksimal foyda olishda yordam beradi. Esda tuting, pensiyadagi farovonlik bu faqatgina davlatning zimmasidagi majburiyat emas, balki sizning bugungi kuningizdagi ongli va mas'uliyatli qarorlaringizning natijasidir. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bir pensiya o'rniga 3 pensiya tizimining joriy etilishi O'zbekistonda ijtimoiy himoya va pensiya ta'minoti sohasida juda katta tub o'zgarishdir. Bu nafaqat keksalikda moddiy farovonlikni oshirishga qaratilgan, balki fuqarolarni o'z kelajaklari uchun mas'uliyatni his qilishga, moliyaviy rejalashtirishga va jamg'arma qilishga undaydigan muhim qadamdir. Endilikda sizning pensiyangiz faqatgina davlatga bog'liq bo'lmaydi, balki sizning mehnat faoliyatingizga va shaxsiy jamg'armalaringizga ham to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi. Bu adolatli va yanada barqaror tizimdir. Bugungi videoda men sizga bu yangi tizimning barcha jihatlarini, uning afzalliklarini, ehtimoliy murakkabliklarini va eng muhimi, siz nima qilishingiz kerakligini batafsil tushuntirib berishga harakat qildim. Har biringiz o'z kelajagingiz uchun hozirdan o'ylashni boshlashingiz kerak. O'z ish tajingizni tekshiring, post pensiya jamg'armasiga to'langan badallarni nazorat qiling va imkon bo'lsa, ixtiyoriy qo'shimcha pensiya jamg'armalariga pul o'tkazishni boshlang. Shunda siz nafaqada ham munosib turmush darajasini saqlab qola olasiz. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. Ushbu yangi pensiya tizimi haqida siz qanday fikrdasiz? Siz uchun qaysi jihatlar eng muhim bo'ldi? O'z fikrlaringiz va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohingiz biz uchun muhim. Videoga like bosishni unutmang. Zero sizning har bir like'ingiz bu muhim ma'lumotning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi va albatta kelajakdagi shunday foydali videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.